Umumxalq hashari nafaqat mahallalarni obod va ko'rkam qilish, balki aholi o'rtasida o'zaro mehr-oqibat, hamjihatlik va birdamlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu yil hashar tadbirlari yurt obodligi avvalo mahallalardan boshlanadi shiori ostida o'tkazilmoqda. Viloyatning 516 ta mahallasida bo'lib o'tgan hashar tadbirlarida 135 ming nafardan ortiq aholi faol ishtirok etdi. Hashar davomida obodonlashtirish ishlari natijasida 660 gektar hudud tozalandi. 406 tonna maishiy chiqindilar olib chiqildi. Bu haqda batafsil muxbirimiz reportaji. Yurt obodligi avvalo mahalladan boshlanadi. Ayni shu shior ostida Buxoro viloyatining 516 ta mahallasida, korxona va tashkilotlarda umumxalq xayriya hashari ko'tarinki ruhda tashkil etildi. Hashar tadbirlarida mahalla faollari, nuroniylar va yoshlar, shuningdek shahar obodonlashtirish boshqarmasi, boshqaruv servis kompaniyalari xodimlari ham faol qatnashdi. 2 kun davomida bo'lib o'tgan umumxalq xayriya hasharida 660 gektar hudud tozalandi. 406 tonna maishiy chiqindilar olib chiqildi. Shuningdek, 431 kilometr ariq va toklar tozalanib, ularning suv o'tkazish qobiliyati yaxshilandi. Obodonlashtirish ishlariga 728 ta maxsus texnika jalb etildi. Yashil hududlarni parvarishlash maqsadida 86 063 ta daraxtga shakl berildi. Tadbirlar davomida jamoat joylarini tartibga keltirishga ham alohida e'tibor qaratildi. Xususan, 318 ta qabriston va 42 ta ziyoratgoh obodonlashtirildi. Ezgu maqsadlar ila qilingan ishlarda yurtdoshlarimizning birdamligi yana bir bor namoyon bo'ldi. Urf-odatimizga kirib qolgan har shanba, yakshanba kunlari xalqimiz o'z ixtiyori bilan mana 3 tagina qabristonimiz bor. Mana shu qabristonlarga chiqib o'zini o'sha kerakli pushtalarini tozalab, suvlar sepib, sipirib kelishadi. Mana bugungi belgilangan hashar juda katta bir xalqimizga xursandchilik, o'yin kulgi bilan o'tyapti. Mahallamiz tozalikka juda e'tiborli. Xalqimiz o'z uylaridan, tozalikni o'z uylaridan boshlab, mana bugun qabristonlarga keldik, qabristonlarni tozaladik. Mana tashkilotlarimiz, maktablarimiz, bog'chalarimiz, hamma ishchilarimiz bugun yoppasiga shanbalikka chiqib, ko'chalar, tashkilotlar, hamma joylar, xonadonlarimiz, hamma joy tozalik albatta o'z xonadonimizdan boshlanadi. Yaqinda mana Navro'z bayrami kirib kelyapti. Albatta hammalaringizni shu Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Hashar tadbirlari doirasida ijtimoiy himoyaga muhtoj aholiga ko'mak ko'rsatish ishlari ham amalga oshirildi. Jumladan 414 ta oilaning uy-joyi ta'mirlanib, jami 24382 kvadrat metr uy-joy maydonida ta'mirlash ishlari bajarildi. Bu ishlar uchun 462,2 million so'm mablag' sarflandi. Bundan tashqari 455 ta oilaga moddiy yordam ko'rsatildi. Ularning 315 nafarini nogironligi bo'lgan shaxslar va yolg'iz keksalar tashkil etdi. Ushbu ehtiyojmand fuqarolarga 594,9 million so'm miqdorida mablag' ajratildi. Umumxalq hashari nafaqat mahallalarni obod va ko'rkam qilish, balki aholi o'rtasida o'zaro mehr-oqibat, hamjihatlik va birdamlikni mustahkamlashga ham xizmat qildi.